Dilfuzaxon opa sharob va ma'lumot berish uchun kelganlar. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Kayfiyatlar yaxshimi? Rahmat, yaxshi. Juda ham soz. Xursand bo'ldik sizni ko'rib, chunki dolzarb mavzular haqida, aholining salomatligi bilan bog'liq, ona va bola salomatligi, ayollar salomatligi bilan bog'liq yaxshi fikrlarni va mazmunli suhbatimizni davom ettiramiz. Albatta. Siz akusher ginekolog sifatida faoliyat yurityapsiz. To'ydan oldingi tibbiy ko'riklar qanchalik bugun samarali yo'lga qo'yilgan va ularda ko'proq qaysi salbiy jihatlar ko'zga tashlanyapti? Albatta, akusher ginekolog sifatida juda ko'p voqealarga, hodisalarga yo'para kelamiz. Ayniqsa maktab yoshidagi qizlarimiz balog'at yoshiga yetganda, ular 16 yosh, 17 yoshligidayoq ularga soch kela boshlaydi. Bu albatta noto'g'ri. Ana shu qizlarimizning shunaqa talantlari bor. Ular iqtidorli, bilimli, kelajakda qanaqadir bir katta bir ixtirolar yaratishga loyiq bo'lgan qizlarda. Buni ota-onalar shoshib qolishadimi yoki sal e'tiborsizroq bo'lib qolishadimi yoki o'sha bolaning talantini ko'rib turib turmushga chiqarishni oldinga qo'yishadimi yoki ko'rishmaydimi, ana shu qizlarimizni erta kunda turmushga berib borishadi. Vaholanki u qizlar hali tibbiyot sohasida, ma'naviyat sohasida, psixologik tomondan turmushga tayyor bo'lmaydi-da. Ularning iqtidori kelajakda jamiyatimizga qanaqadir foyda keltiradigan insonlar chiqadi ulardan. Yetuk buyuk insonlar chiqadi-da. Mana shu tibbiyot sohasida ko'proq talanti bor, mana shunday bir iqtidori bor qizlarimizni maktab yoshidan, bog'chadan boshlab, maktabdan boshlab ularni mana shu kelajakka tayyorlab borish kerak. Mutaxassis sifatida necha yoshdan turmush qurishni tavsiya berasiz? Mutaxassis sifatida albatta 18 yoshdan, 19-20 yoshdan, ana shu 18 bilan 20 yosh o'rtasida turmush qurgan ma'qul. Ham jismonan, ham ruhan tayyor bo'ladi. Ham jismonan, ham ruhan, ham ma'naviy tomondan tayyor yetuk bo'lishadi. Ularni albatta maktabda ham, uyda ham ular bilan mana shu tibbiyot sohasida ko'proq suhbatlashish kerak. Ularga tushuntira borish kerak. Uyda ota-onalar turmushga berayotganda qizlarni juda ham shoshilib qolishadi-da. Sepini qilay tezda, tezroq turmushga berib yuboray deb harakat qilishadi. Lekin ular hali qaynona bilan gaplashish madaniyatini bilmaydi. Ro'zg'or tutumini. Homilador bo'lib qolsa, homiladorlikda qaysidir bir nimalari bo'ladi, rejalari bo'ladi, o'shanaqalarni bilmaydi. Undan tashqari doim ayollarga yoki kelinchaklarga mas'uliyatni yuklaymiz, onalarga mas'uliyatni yuklaymiz-da. Ona bola uchun javobgar. Ona bolaga qarash kerak. Yo'q. Bu yerda yigitlarimiz qayerga qarayapti? Nima uchun yigitlarimizni maktab yoshidan ham ruhan, ham ma'naviy tomondan tayyorlab bormayapmiz? Ular ham kelajakda ota-ku. 50% bolani tug'ilishi uchun, ularni oladigan dori-darmoni uchun, onani kerakli dori-darmonlari uchun yoki bo'lmasam kiyim-kechagi uchun mas'ul-ku. Ta'minotchi. Men o'ylardimki, ko'proq shu mana yigitlarning qo'liga qarasangiz, hammasini qo'lida telefon, Instagram, Telegram va boshqa ijtimoiy tarmoqlar. Ularda ko'rayotgan videolari esa yigitlarimizni tibbiy madaniyatini izdan chiqaradi. Kelajakda oila qurgandan keyin o'shalarning ma'lum bir miqdorda oilasiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan tomonlari bo'ladi. Shuning uchun yigitlarimizni ham albatta tibbiy madaniyatini oshirsak, menimcha yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Rahmat. Yana bir muhim masala bor, salomatlik borasida. Bugungi kundagi avj olayotgan bir masala desak ham bo'ladi-da, ya'ni sog'lom turmush tarzi, to'g'ri ovqatlanish tartibi. Farzand kutayotgan ayollar uchun mana shu davrda qanaqa ovqatlanish kerak? U tug'ilajak farzandi uchun zarar yetkazmasligi uchun bugungi kunda juda ham ko'plab sun'iy ovqat ozuqalar ko'payib ketdi-da. Yarim tayyor mahsulotlar. To'ppa-to'g'ri. Bu haqiqatan ham juda ham bir kerakli mavzu. Hozirgi kunda baribir yoshlarimiz homilador bo'lgan paytida ular ko'proq hot-dog yegisi keladi, gamburgerlar, sun'iy qanaqadir bir ovqatlar iste'mol qilishni ko'proq xohlashadi. Bu albatta noto'g'ri. Homilador bo'lgan ayollarimiz birinchi o'rinda o'zlarining salomatliklariga e'tibor berishlari kerak. Ikkinchi o'rinda ularda turgan homilaga albatta sog'lom tug'ilishi uchun sharoit yaratib berish kerak. Albatta to'g'ri ovqatlantirishni yo'lga qo'yish kerak. Bunda asosan mevalardan, tabiiy o'zimizning O'zbekistonning mevalari juda ham vitaminlarga boy mevalar.
mevalardan foydalanish kerak, tvoroglar yeyish kerak. Albatta, sutli mahsulotlardan iste'mol qilishlari kerak. Undan tashqari ovqatlanishi tez-tez oz-ozdan ovqatlanib yo'lga qo'yish kerak. Kalsiy, kaliy, magniy vitaminlari bo'lgan oziq moddalarni iste'mol qilishsa, bola ham, ona ham qiynalmaydi. Albatta, kamqonlik bilan tug'ilgan chaqaloqlar kelajakda onani ham qiynaydi. Ayniqsa homiladorlikda nervniy stresslarda yurgan, asabiy bo'lib, depressiyalarda, qanaqadir bir asabiy ruhiy iztiroblarda yurgan homilador ayollarimizdan xuddi shunaqa homilalar, chaqaloqlar dunyoga keladi, stress bilan tug'iladi u bolalar. Shuning uchun onajonlarimizga, kelinchaklarimizga, homilador ayollarimizga murojaatim, birinchi o'rinda tug'ilajak farzandlaringizni, dunyoga keladigan farzandlaringizni ehtiyot qiling, o'zingizni sog'ligingizga qarang. Va sog'lom onalardan sog'lom farzandlarni dunyoga keltirib, jamiyatimizni sog'lomlashtirishga ozgina bo'lsa ham o'z hissangizni qo'shsangiz, xursand bo'lardik. Voy, Dilfuza opa, siz bilan rosa uzoq gaplashishimiz mumkin, lekin bizga ajratilgan efir soatlari davom etar ekan. Lekin muxlislarimiz tomonidan kelgan bitta savol bor. Keling, shu haqda ham javob olaylik. Mayli. Farzand tug'ilgandan keyingi aytib o'tganingizdek milliy urf-odatlar, ularni chaqaloqni beshikka belash, ularni necha soat talab etadi yoki cho'miltirish, har xil giyohlar yoki qo'shimcha vositalar orqali cho'miltirish qanchalik to'g'ri degan savol. Avvallari beshik bolasi, bek bolasi degan naql bo'lardi. Chaqaloqlarimiz dunyoga kelishi bilan, albatta chaqaloqlarimiz o'zimiz ham beshikda belanib katta bo'lganmiz, lekin buni tartibi haqida. Vaqtlar o'tishi bilan tibbiyot sohasida ham tibbiyotni jahon andozasi darajaga yetishi darajasi natijasida bu holat hozir erkin yurgak holatiga o'tkazilgan. Chaqaloqlarimizni hozir erkin holatda, albatta kiyimchalarni kiydirib, yurgaklamagan holatda parvarish qilmoqdamiz. Demak, bugun beshikka belash avvalgidek urfda emas. Va bolani erkin o'sishi, rivojlanishi uchun aynan shu kiyimlardan foydalanadi. Beshikka belangan vaqtda bitta, ikkita belanadi, ko'krak qafaslarni qisadi, nafas olishida, chaqaloqlarni nafas olishida qiyinchilik paydo qiladi, yurak tizim sistemasiga o'z o'rnida ta'sirini ko'rsatadi, qon aylanishini buzadi va beshikni u yoqqa, bu yoqqa qimirlatgan paytimizda bolani miyasidagi faoliyatni ham buzilishiga olib kelar ekan. Buni olimlarimiz tomonidan tasdiqlandi va bu narsa cheklovga qo'yildi. Yoki biror vaqti bordir, yoki nima deydi? Muddat bilan. Yoshlarimiz hozir, chunki bu muammoli, ya'ni ko'plab mulohazalarga sabab bo'ladigan masalada ota-bobolarimiz aytib o'tganingizdek beshik bolasi bek bola deb hali hamon mana shu urf-odatga amal qilishadi. Demak, aytmoqchisizki, ularning qonun qoidasi bor yoki ozroq bo'lsa ham hozirgi tug'ayotgan yoshlarimiz belamaydi, lekin uyda momolarimiz bo'lsa, yoshi katta ulug' achajonlarimiz bo'lsa, ular albatta beshikka bizga gapimizga qaramasdan ilojsiz gohida belab qo'yishadi. Endi ma'lum bir vaqtda baribir yechib olinadi. Uzoq muddat belab qo'yish tavsiya etilmaydi, nima bo'lgan taqdirda. Demak, tibbiyot rivojlanyapti va bugun tibbiyotdagi islohotlar inson qadri tamoyiliga xizmat qilyapti deb bemalol ayta olamiz. Va bugungi kunda yana bir masala bor, ya'ni mana shu nikohlanuvchi yoshlarimiz har doim ham o'sha belgilangan tekshiruvlardan o'tmasliklari mana shu sizni bergan ma'lumotlaringizda, ya'ni misollaringizda ham o'z aksini topyapti. Bugun mana shu nikohlanuvchi yoshlarimizga, umuman olganda mana shu to'y qiladigan ota-onalarimizga nimalarni bir tavsiya bergan bo'lardingiz, maslahat bergan bo'lardingiz? Juda o'rinli savol. Nikohlanuvchi yoshlarimiz, ular hali yoshda. Ulardagi yigitni yoki qizni tanish bilish qilib yoki bir o'rtoq yarim qilib ularni bilmagan holatda tibbiy ko'rikdan o'tkazmasdan spravkalarni to'g'rilab qo'ysak, biz bilmaymiz-ku, olayotgan kelinimizda balki ruhiy kasalliklari bordir. Kelin bo'lib tushayotgan ana shu qizimizda balki qandaydir bir organida patologik holatlar bordir. Balki yigitimizni o'zida shizofreniya kasalligi bordir, ruhiy yetishmovchilik kasalliklari bordir yoki qayerdadir bir nima deydi,
Yashirin alomatlar, Da, kasalliklar yashirin bo'lishi alomatlari bor bo'lishi mumkin. Shuning uchun balki jigarida o'zgarishlar, balki buyragi yo'qdir, bitta buyragi. Shuning uchun chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik hamda oila va nikoh markazlaridan o'tkazilayotgan yosh kelin-kuyovlarni o'tkazilayotgan tibbiy ko'riklari bu o'rinli deb o'ylayman. Ota-onalarga ham, bo'lajak kelin-kuyovlarga ham murojaatim, albatta mana shu nikoh markazlaridagi tibbiy ko'riklardan o'ting, salomatligingizni asrang. Mabodo shunaqa kasalliklar aniqlansa, barvaqt davolanish uchun harakat qiling. Hayot bu o'yinchoq emas. Turmush bu hazillashadigan narsa emas. Turmushga jiddiy qarash kerak. Siz kelajakda ona bo'lyapsiz, kelajakda ota bo'lyapsiz. Sizdan farzandlar dunyoga kelyapti. Siz jamiyatni bitta bo'lagisiz. Shunga loyiq inson bo'lishga harakat qiling. Rahmat. Rahmat Dilfuza. Juda ham yaxshi tavsiyalar, ma'lumotlar berdingiz. Minnatdorchilik bildiramiz albatta Dilfuza opa, mana shu yoshlarimizga tibbiy bir savodxonliklarini oshirishga o'zingizni tavsiyalaringizni, maslahatlaringizni berishda, umuman ularga to'g'ri yo'l yo'riq ko'rsatishda sizga kuch-quvvat tilab qolamiz. Rahmat.